4-oktyabr. Tong saharda BNB Holding jamoasi yo'lga tushdi. Yo'nalish Jizzax, maqsad hashar. Ammo bu oddiy hashar emas. Bu safar holdingning turli tizimlarida ishlayotgan yuzlab xodimlar bir joyda yig'ildi. Ofisdagi mutaxassislar, futzal jamoasining braziliyalik a'zolari. Barchamiz bir maqsadda, haqiqiy jamoaviy ruhni his qilish uchun jamlandik. Kayfiyat zo'r, mana paxtaga ketyapmiz, maza qilib paxta beramiz. Bugun jamoa bilan birgalikda yana ham qizg'inroq bir tadbir o'tkazish uchun harakat qilamiz. Hammaga omad tilaymiz. Kayfiyatlar zo'r. Eng qizig'i bir kunga bo'lsa-da dehqonlar hayotini to'liq his etish nasib qildi. Arnasoy tumaniga yetib kelganimizda tinimsiz mehnatga to'la bir kun boshlandi. Paxta dalalari yangi maydon edi. Shu zahoti kichik musobaqa ham boshlandi. Kim ko'proq tersa, shu g'olib degandek. Barcha jon kuydirib ishga kirishdi. Kimdir 10 kilogramm, kimdir 50. Ammo daladagi haqiqiy yutuq jipslik edi. Tushlik vaqtidagi jizzaxcha oshni aytishga til ojiz. Qancha yeganimizni ham bilmadik. Bir lagan osh hech narsaga yetmas ekan. Aloqada. Tushdan keyin kun yonib turganiga qaramay, kayfiyat baland. Barcha yana dalalarga sho'ng'ib ketdi. Bir kunda 200 kilogramdan ortiq tergan xodimlar bor. Bu haqiqiy mehnat fidoyilari. Kechga borib charchoq emas, balki o'z-o'zidan qoniqish hissi bor edi. Bu hamjihatlik, bir maqsad atrofida yig'ilishning natijasidir. Ertalabdan burun minglab insonlar qilgan xizmatini mana ko'rdinglar. Aynan mana shu kartani qanday qilib mana shu darajaga keltirguncha bundan davrda esladim. 9 yil oldin muhtaram prezidentimizni ularni mana shu tadbirkorlarga yaratgan keng sharoitlari, albatta bizani qo'llab-quvvatlab mana shu loyihani ilk dastlabki bosqichi shu yerdan boshlangan. Shuning uchun ham bugun aynan Arnasoyga, Cho'lqo'rga bo'lgan mehrimiz, e'tiborimiz shaxsan o'zimga, umuman ta'sischilardagi butun tizim boshqaruv tizimining boshqacha sababi biz doim birinchi tuz ichgan joyimizni, birinchi suv ichgan joyimizni hech qachon unutmaymiz. Kun oxirida team building boshlandi. Musiqalar, raqslar, kuy-qo'shiqlar. Xonanda Shuhrat Daryoning chiqishi alohida kayfiyat ulashdi. Yashasın BNB kampaniyasi. Engullagan yoshli chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Shunda qalbim tanidi yorni. Shunda sayrar jonimga qayba.
axir ko'p narsani menga o'rgatdi. Hammasini sanab aytib bo'lmaydi. Shu yerda suyagim va diydam qotdi. Endi qishloqqa ham qaytib bo'lmaydi. Shu yerda suyagim va diydam qotdi. La 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 qizlar. Kechaning eng ta'sirli lahzasi esa BNB Agroning mehnatkash ayollaridan biri. Nasiba Buriyeva uchun 5 xonalik xonadon va'da qilingani bo'ldi. Bu lahza butun jamoani quvonchga to'ldirdi. Intervyularni ko'rib qoldim. Shu yerda juda katta orzu qilgan ekanlar. Arnazoy tumanidan qachondir bizga mana shu yerda uy bo'ladimi degan masalani aytdilar. Men sizga va'da beraman, xudo xolasa 8 oydan keyin sizga yangi mana shu yerda kamida 5 xonali qurilgan uy bilan topshiramiz, xudo xolasa. Rahmat e'tibor uchun. Muhabbat qasrini etmagin barbod. Ishiga unum ber, hamyoniga pul, bilagiga kuch ber, ey qodir dil. Ishiga unum ber, hamyoniga pul, bilagiga kuch ber, ey qodir dil. Erkakdan omadni ayama hayot. Eng faollar albatta rag'batlantirildi. Qimmatbaho sovg'alar, alohida e'tirof bu mehnatga munosib baho edi. 7-farti kun sanagandan keyin jazuri o'tsa, erta niyat qilganmiz oilaviy yutishga degandi. Mana Keldimda chiqdimda. Barakat ol. Rahmat. Sog' bo'ling. Tabriklaymiz. Katta rahmat. Mehnatingizga rozi bo'ling. Salomat bo'ling. Nominatsiyadan oldinlar uchun alohida aytamanki, barcha rahbarlar o'sha bosh direktorimiz eshitsin. Mana shu oktyabr oyligini oliy ish haqlarini to'liq yana qo'shimcha sifatida beradi. Eng yaxshi xorijiy terimchi nominatsiyasida g'olibini e'lon qilib, maqtovga beradi. Gulxan atrofidagi oxirgi daqiqalar. Barchamizda iliq xotiralar, qalbda esa shukronalik. Bu kun faqat hashar emas edi. Bu kun BNB Holding oila ruhini yana bir bor anglash kuni edi. Biz turlicha, lekin birdammiz. Biz BNB Holding jamoasimiz.